Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, aka-uka parvozlar. Bizni qo'shni davlatdan, ko'p davlatlardan kuzatib turgan aka-uka parvozlar hammanglarga alangali salom. Aka-ukalar, anchadan bir video chiqara olmadik. Mana YouTube kanalimiz ko'pchilar qolgani uchun shunga sal oraliq uzoqlashib ketib qoldi. Endi bundan buyon xudo xolasa tez-tez video chiqarib hammanglarni yangiliklarni ko'proq chiqarib turamiz. Keyin aka-ukalar, asosiy sotuvdagi xo'rozlarimiz, cho'janak yo'q, hammasi Telegram kanalga tushadi. Birinchi Telegram kanalga o'tish uchun shu videoni tagida kommentariy degan joyda bor. Shu yerga kirsanglar, boshiga O'zbek Koreya xo'rozlari degan silka qo'yib qo'yganmiz. Shu silkaga bossanglar, Telegram kanalga o'tasizlar. Shu kimgadir sotganlarimiz, o'sha yerda qayerda o'ynagan, qaysi davrada o'ynagan, nima bo'lgan, o'sha yerga tashlab boriladi. Xullas ko'proq yangiliklar shu Telegram kanalda bo'ladi. Endi biz hozir bitta imkon qadar hozir sotuvdagilarni ko'rsatamiz. Undan keyin shu jo'ja hammasini ko'rsatib boramiz. Keyin aka-ukalar, mana kanalimiz ko'proq haligi qilishlanib turganligi uchun aktiv tushib ketdi. Shuning uchun kommentariyani bosib, like, podpiska tugmalarini bosib ketadi. Shu kanalimiz yaxshi rivojlansa, biz ham imkon qadar yangi videolarni chiqarib boramiz. Aka-ukalar, bu birinchi nomerdagi xo'rozimiz. Nimaga 1-2 bilasizlar sababini, shu kimdir qaysinga qiziqsa, shu birinchi nomer, ikkinchi nomer esa alohida o'zini Telegramdan ham tashlab beramiz. Bu safar narx-navolarni ham aytib o'tib ketaman. Nima ko'pchilik kimdir puli yetadi, kimdir yetmaydi. Ha, negativchilar bemalol yozaveradi. Ular nima yozgani bizga kanalimiz ko'tarilishiga yana ham yaxshi bo'ladi. Kimgadir endi bu haligi nima deydi, oddiy tovuq, kimgadir xo'roz. Xudo xolasa o'rtoqlardan tayin may oxirida chiqqan, hozirgi kilosi ham 4,5 kilo oshiq, 4 kilo 600, 4 kilo 700 holatda. Mana yoshiga yetkazib, ozmoz mehnatini qilib, bemalol har taraflama benuqson xudo xolasa. Na bir qadog'i yo'q, bir joyga chaqa chiqa hech narsasi yo'q. Yoshiga to'lsa, gideta bir 4 kilo 800, 4 kilo 900 urishadi. O'zimiz o'sha beganapar baribirlarni bularda akalaringiz Qozog'istonda qo'yillatadi. Buni narxi aka-ukalar $250 bo'lsa beramiz. Bu oxirgi narx. Aka o'tib bering. Yo'q, haligi naqa kami bormi? Yo'q, akanchatilar nuqtasi. Hali kimdir hali aytishi mumkin. Demak, bunga ko'p mehnat qilingan. Buni misol kichkina ochirib o'tirib shu darajaga olib kelish o'zi ham oson. Xudo xolasa bu o'ziga o'xshagan xom cho'jaga bemalol ko'rpam berilaveradi. Aka-ukalar, bu ikkinchi nomerdagimiz. Hozirgimiz bilan bir kunda chiqqan, hali ham tanamasi, lekin billa ochirilgan. Bu qoralarimizdan. Bu kilosi 4,5 kilo. Bu bundan bir 200 gram pastroqda o'ynasa kerak. 4 kilo 700, 4 kilo 800 larda o'ynasa kerak. Haqiqiy qora qizili ham o'ta chiroyligi. Ko'z tumshuq, ko'zlari ham hamma yo'g'i toza chiqqan, benuqson. Yaqinda ko'rdi bir 2 ondan. Birinchisiga yomon emas. Zo'r yo'li, kalta, har tomonlama xudo xolasa. 3-4 bekor chiqib olsa, bo'yi baravar, o'ziga o'xshagan jo'jaga xudo xolasa boy bermaydi, avvalo bir qimsatu, lekin yaxshi. O'rtasi ham, ona tarafi ham hamma yo'g'i tayinladi. Buni ham narxi o'sha $250. Nargi bilan billa yuraveradi. Urushgan bo'lsa ham yana qo'shib qo'ysangiz billa yuraveradi. Bir joyga ham beraveramiz, yakkalab. Bular ikkalasi hozir birinchi ko'rsatganimiz bilan bu billa yuraveradi. Bo'ladi. Aka-ukalar, bu 3-nomerdagimiz. Bular avgust boshida chiqqan. Endi 7-8 oylik bo'lib qoldi. Haqiqiy qora qizil ham o'ta darajada tozalasa, siyoran to'g'lanib ketadi. Yoshiga to'lsa, 12-13 oylik bo'lsa, kami 5 kilo 100 bo'ladi. Hozirgi holatda ham shu 4,5 kiloga yaqin. Bu shu 3-nomerdagi xo'rozimiz. Aka-ukalar, buning narxini $200 bo'lsa beramiz. Shu aytganda biz aytayotgan narx, shunga ma'qul bo'lsa, shu oxirgi qadalgan narxi. Nimaga narxini aytyapmiz? Shu kimdir agar puli yetsa, yetmasa, bizga ham ko'p telefon keladi, bir-birimizni vaqtimizni olmaslik uchun. Rosa holati zo'r. Bundan ham bir juft qoshiriga ozgina yuzi shamollab chiqib qolganligi sababli uni ko'rsatmaymiz, men YouTube suymaydi. Bir xil, xuddi kisari ko'padan chiqarilganda sherigi ham bor buni.
Aka-ukalar, bu 4-nomerdagi xo'rozimiz. Hozirgi kilosi 5 kilo. Kami 5 kilo, 205 kilo, 300 ga urishadi. Bu may oyida chiqqan. May boshi. Xudo xolasa oyoqlari ketib qoldi. 1-2 o'z bekordan qo'yilgan, yana yoshini to'ldirib, 13 oylik qilib baravar gurushtirulaveradi. Yaxshi pulda urishadi aka-ukalar bu. Ilk aka-ukalar bu narxini o'sha telefonda kelishamiz, jicha teparoq. Nima ekanligini tushunadigan odam tushunadi. Hali bu to'lmagan holati. Agar boqib o'tsa, xudo xolasa aytganimdek 5 kilo 300, 5 kilo 400 ga boradi. Haqiqiy yirik cho'ja boqaman deganlar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa qilasizlar. Buni narxini o'sha aytganimdek Telegramda alohida gaplashamiz. Aka-ukalar, bu 5-nomerdagi xo'rozimiz. Bunimiz tuli haqiqiy o'sha Mambolardan. Bu yirik bo'lmaydi. Hozirgi kilolari ham 4 kilo 300, 4 kilo 400 atrofida. Bu zotli aka-ukalar. O'tgan yili tarozida 4 kiloda 3 kilo 9 da yaxshi pullardan urishgan. Prosta qani o'sha 40 qo'yganimiz uchun yurish, turuv hamma yo'g'ida haligi nima deydi? Benuqson, lekin o'sha pixini qilib qilganimizda ozgina aynib qolgan. Shuni hisobiga faqat zotga deb sotamiz. Kimga zotga xo'roz kerak bo'lsa, bemalol aloqa Mambo. Bu o'zi unaqa yirik bo'lmaydi. Dumlarni kaltalab qo'yganmiz. Hamma dum, tumshuq, har taraflama xudo xolasa toza, o'tgan yil yaxshi pullardan urishgan. Endi bu yilga pixini qirib qo'yganimiz uchun biz kutgan rezultatni bermaganligi uchun zotga sotyapmiz. Aloqaga chiqaryapman aka-ukalar, mana Mambo'ni chiqardim. Aka-ukalar, ko'pchilik makon so'radi, mana xudo xolasa o'zimiz ham bolasini oldik. O'sha yaxshi pulga sotmagan qora makonimiz, 100 talik kars makonimiz qizi, yoshiga to'lgan makon. Buni hamtanalari urushyapti. Spotlari bilan bor. Imina mana shu makon hamtana xo'rozlari o'zi 2-3 tadan yutib bo'ldi. Mana kalla, ko'z, tumshuq, o'zi ham o'ta yirik makon. Mana holatlar. Haqiqiy tozasini boqaman deganlarga, haqiqiy zot. O'zi ham 3,5-4 kilo chiqadi. Shu ko'pchilik makon solib, imini u ag'dan bag'dan haligi narsani, imini o'zimiz zot, sinovdan o'tdi o'zi. Mana tozasini boqaman deganlar aloqaga chiqaverasizlar. Buni narxini aka-ukalar oxiri $200 bo'lsa beramiz. Yo'qsa endi turaveradi. Aka-ukalar, ko'pchilik tuxum masalasiga kelsak, mana hozir bola olayotgan mana 100 talik karas. Shu haqiqiy bardoydan o'ta tozasi. Bu rangi ro'yida emas aka-ukalar. Haqiqatda qoni ham, o'zi ham shu 100 talik karas privoznoy tuxumdan chiqqan. Keyin privoznoy tuxum bo'lganda ham o'sha kariyani o'ltirgan joyidan emas, yaxshi xo'roz o'ynab yuradigan yaxshi insonnikidan kelgan tuxumdan chiqqan. O'zi ham o'tgan yil ancha yaxshi daromad, yaxshi pullarda urishgan. Bu yil zotga qo'shib qo'ydik. Mana mashindan 4 ta qora makonga qo'shib yig'ib beriladi tuxum. Zakazga o'shanda ham zakaz qilingandan keyin 10 kun, uzoq 15 kun davomida yig'ib jo'natib beriladi. Dastavga kelishilgan holatda. Aka-ukalar, ko'pchilik yo'q jo'jalarni so'rayapti. Yo'q jo'jalarimiz ham bor. Shuni kelishilgan holatda mana ko'rgansizlar, ko'p yil o'tgan videolarimizda makonlarimiz bor, mana o'shalarni bolalari mana ancha yirik katta bo'lib qoldi. Maydalari ham bor, hammasi ham pulini kelishsa, xudo xolasa, ertangi jo'ja boqaman deganlar aloqaga chiqaverasizlar. Bularimizni aka-ukalar ko'pchilik qimmat deyishi mumkin, balki ertangi jo'ja ochirib oyog'ini ketkizmay qo'yish oson emas. Shuning uchun bulardan narx-navosi yanvarskiylarimiz $150 dan, fevralskiylarimiz $100 dan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'roz makoni narxi bir xilda aka-ukalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammanglar kuzatganligingiz uchun, tomosha qilganligingiz uchun hammanglarga rahmat. O'sha aytganimdek, kommentariya, like, podpiska tugmalarini bosib borasizlar, shu kanalimiz yanada jonlanib ketishi uchun. Hammanglarga rahmat, sog' bo'lasizlar.